Bunday bantovka tikishni bas qiling. Bichishdan oldin matoni qaysi tomonga skladka chiroyli yotishini tekshirib olamiz. Qaysidir tomonga chiroyli yotadi, qaysidir tomonga aytganingizni qilmaydi. Menda kromka tepa bo'ldi. Shundan so'ng matoni bichib, ikki yoni hamda etagini tikib, dazmol qilib, bantovka qiladigan tepa qismini o'lchaymiz. 258/9, 28/6 chiqdi. Ikki yonidan 28 cm dan belgilab, qolgan qismini teng 7 ga bo'lamiz. 7 ga bo'lganimizda 28/8 dan chiqdi. Mato boshidan 8 cm ni belgilab, orqaga qayirib, undan so'ng 9 cm da o'lchab, bantovkamizni 28 cm ga olib kelamiz. Keyingi bo'lagimiz 28/8 ni o'rtasini topib, 4,5 o'ng tomonga, 4,5 chap tomonga belgilab, shu tartibda bantovkani oxirigacha tikamiz. Endi esa matoga 705 korsajda tikamiz, tepasiga ustki chokini beramiz, oxirida esa bantovkalarimizni bulavka qilib qotirib olamiz. Ustidan chok beramiz. Bu usul orqali siz professional natijaga erishishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.